Barchaga salom. Bugungi mijozimizdan komfort do'koni haqidagi fikrlarni so'rab bilib olamiz. Assalomu alaykum. Bugun siz komfort do'konidan narsa xarid qilgan ekansiz. Nima uchun siz komfort do'konini tanladingiz? Ha, bu komfort do'konini Chortoq bo'yicha aylanib ko'rdik. Juda arzon va qulay, narxlari yaxshi. 320 kvadratga dekor plus qolgan narsalarni, asbob-uskunalarni, mayda-chuyda materialni to'liq aylayapti. Ma'qul, juda narx-navosi arzon. Juda menga ma'qul keldi. Endi xaridorlarga shuni aytamanki, shu do'konga kelib, chiroyli narsalarni arzon xarid qilib, uylarni bezatishlari, uylarni remont qilishlari, patolog qilishlari, yana mayda-chuyda ishlarni qilishlari mumkin. Do'kondan xursandman. Juda yaxshi. Savdogar yigitlar ham tuzuk, shirin lafzlik, juda chiroyli muomalalar joyida, narxlar joyida. Menga to'g'risini aytsam ma'qul narx. Rahmat katta fikrlaringiz uchun. Rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.